Assalomu alaykum. Mana bugun biz dam olgani keldik. O'ni bizning gastinsamiz, yotoqxonamiz degandek. Tabiat chaman, xudo xolasa mana ob-havo ham o'ta chaman bo'lyapti. Mana quyoshlar chiqib o'zira mana. Hamma sharoitlar zo'r. Asablar dam oladi mazza qilib. Lotkalar bor. Sizlar desangiz lotkalar, hamma sharoitlar bor. Mana lotkalar ham bor mana yotibdi. Shunisi boraveradigan. Mana yana bir dachamiz bor. Xudo xolasa. Mana bu yerda chiroyli dachalar bor. Shuni xullas yonaman bugun.